18+ video hamma qaramasin. Kutganmi deylar, hech qachon bekorlarni 5tasini aytibsizlar. Men dushdan chiqib bo'lgandim уже va sekingina yuzlarimni ham yuvib, tishlarimni ham yuvib, o'zimga qarab quloqlarimni shunaqa tozalab, makiyajlarimni, make-up qilishlarimni boshladim. Tonalkalarni bir sidra chaplab oldim, shpaklyovkamni, keyin bir narsalarimni qo'yib, pomadalarimni cho'tki lablarimga surib, shunaqa o'zimni sochimni yoqqa tarayman, bu yoqqa tarayman, tashiyman, keyin tepaga ko'taraman, ish qilib bir amallab bir narsalar qildim. Taqa-tuqalarimni taqib oldim va badanlarimni o'zim silashimga necha shundoq qaradim, svetni yoqdim, qarasam spalniy bardak, men bu shu nima qilyapti bu yerda dedim, oldim, keyin bu yoqqa ketdim, studiyaga xona olgandim Ispaniyadan, o'shanga rosa ham xursandman. Nimadir ashla bo'lyapti bu yoqda, bilmayman. Baylar loki bot, men bu stalba nima qilyapti bu yerda dedim, ozgina trik ko'rsatishga harakat qildim. Buni babi o'zini ishini ustalari bor, kechqurun 12dan keyin, kechasi 24:00dan keyin qiladigan o'zini ustalari qilgani yaxshi ekan. Men bu yoqda o'zimni klipimni qo'ydim va stol ustiga chiqib o'ynashga harakat qildim. Keyin bo'lmadi, mana rubashkalarimni ko'rsatyapman. Videoda har xil rubashkalar kiyyapman. Nimaga Yevropaga ketib, Turkiyaga ketib faqat bitta rubashka kiyding deganlar uchun mana rubashkamni sanayman. Bitta, 2, 3, 4, 5, shimim, 2-shimim, 6-rubashkam mana bu qo'limdagi ro'zaviy bo'ladi. Bu ikkalasini nimaga men bunaqa qilyapman? Voy, futbolkam ham bor ekan. Futbolkani kiymoqchi edim, lekin men bu yirtiq yamoq kaltagina yarim yalang'och o'l sharmanda deydigan lyamkalini kiyib olib uxladim. Chunki baribir bir o'zim uxlayman gasnitsamda. Gasnitsa ham emas, kiyimimni almashtirib chiqdim. Endi nima bo'ladi? Nimaga men bunaqa xursandman? Nimaga men bunaqa o'ynamayman desam, hamma menga yozyotdi. Shimga vizani qanaqa oldingiz deydiganlar. Viza labdan oldim va ular juda ham ishonchli, o'shaning uchun men sizlarga aytib o'tib ketyapman. Yugurib ko'chaga chiqdim, yugurib mana eshikni ochgandek odam bo'ldim. Xuddi meni ko'chadan tipa kimdir videoga olib turgandek qilib ko'rsatish uchun ko'rdinglar, birinchi shtativ qo'ydim, yugurib kirib va chiqib kelyapman. Bu yoqda esa qaysi dan degan trek miyamda aylanyapti. Dun hamma qo'yyapti, o'sha aylanib yurdi miyamda. Ispaniyalarning ko'chalarini ko'rsatib qo'ydim va men bu yerdagi qolgan qutgan taqa-tuqalarimni hammasini yig'ishtirdim, dorimni ichib oldim. Qarasam, mana zaryadkalarim chuvalashayotgan ekan, soldim kerakli narsalarimni hammasini, kosmetikalarimni ham yig'ishtirib, yoqqa bu yoqqa qarab olman. Ketdik endi, voy, rosa o'ynaver ekan, shunaqa ham likillagan qiz bo'laman. Pullarimni sanadim, men bu xaritada o'lib qolay dedim Ispaniyani. Shunaqa ham metrosi katta ekan, ishonasizlar, kipriklarimni ham tarab oldim. Menimda pulim bor ekan. Ayam ko'rmasinlar pulimni qanchaligini, chunki har doim onamga pulim yo'q. Nimaga siqildim bunaqa? Bagajni nimaga ochyapman? Va bu yana jinniligim boshlandi. Kiyimni yana almashtirib chiqdim. Mendagi jinnilar bormi? Shunaqa kiyimni almashtirib yuraveradiganlar. Keyin so'g'atni chexolini ham almashtirdim. Taqa-tuqqanigacha almashtirib oldim. Va o'l jinni deydigan mendagi qizlar juda ham ko'psizlar, to'g'rimi? Kiyinib turib yana qaysidir boshqa kiyimlarni skromniy qilib, mana asal qiz bo'lib olib, ko'chaga sekin chiqdim. Yana shtativ qo'yib qo'ydim, tipa o'zimcha kimdir videoga olgandek qilib ko'rsatish uchun ko'chalarga chiqdim. Kalt qo'yadigan joyga kalt qo'ydim va shtativni yana olib joyiga mana yo'limni bu yog'iga qo'yib, yana yo'lni o'rtalarida shtativni qo'yib yuraman, o'zim videoga olib. Endi bu yog'iga metroga kelyapmiz. Bu Ispaniyaning Madrid ko'chalari, Barajas degan metrodan tushib kelyapman. Azizlar, metro bu yoqqa ketyapti. Keyin men o'tirdim. Piyatka kiyib oldim. Krossovkada yurganimda piyatkam oyog'imni tagiga yarimiga kelib qoldi. O'tirdim-da, bu Yevropa, O'zbekiston emas. O'zbekiston bo'lsa bunaqa hayotda ish qila olmasdim, chunki voy qara, anani qara, voy qara. Oyog'ini yechibdi, krossovkasini ichidan qanaqalarini plastikasi to'g'ri. Voy, bu sharmanda deydi. Va aeroportga yetib keldim. Men metroda, aeroportda ishonasizlarmi, kirish boshlandi, lekin mana boshlandi. Menga terminal 2 kerak aeroportda va qidirishni boshlab qanaqa qilib yetib olaman deyapman. Qaradim, boshladim, bu yoqdan tabloga qaradim. Robot ko'rib qoldim. Ishonasizlarmi, hayotimda ko'rmaganim. Aytaman-ku, Zinor qishlog'ingdan chiqib tur, xarab bo'lma, unaqa. Voy, men buni ko'tiga osilib ko'rib, bu ko'tida nima bor ekan deb hayronam qoldim. Bagajlarni topshirib oldim. Zavtrachikka qilishni o'tdim. Bu yoqda cho'chqa go'shiga yo'qmi dedim-da, yo'q deyishdi. Kurasanchik oldim va kofemni olib keldim. O'zimcha laylaga o'xshab. Keyin bu yoqda yana kuchukchani qo'yib yuboraman. Bu texnik, это технология.
ketdi. Mana bu bola orada menga pilot yoqib qoldi. Nomerini topib berasizlar, xo'pmi? Nomerini tashab qo'yinglar menga bu pilotni. Men sevdim, lekin juda ham krasavchik bola ekan, qizlar. Endi nima qilaman? Men qaradim, hamma narsani topshirdim. E'tiboringlar uchun rahmat. Tugadi.